Biz turgan joy hozir Yangi masjid orqasidagi Xo'ja Murodbaxshi qabristoni. Ko'rib turganingizdek, qarovsiz qabrlar, o'tuvlar juda o'sib ketgan. Shu yerga shanba-yakshanba kun hashar uyushtirmoqchi biza. Kim o'zini hissasini qo'shsa yaxshi bo'laydi, sababi ko'pchilik bo'lsa, bir kun, 2 kun ichida shu tozalab, chiroyli qilib qo'yamiz. Sababi ko'pchilikda ota-bobosi shu qabrga yotibdi. Balkim qo'l mehnat bilan yordam berar, balkim boshqa tarafdan yordam berar. Kimdir o'ydan balkim o'roq, balkim ketmon, qo'ldan kelgancha harakat qilsak, mana ko'rib turganlaringiz juda qarovsiz qolib ketgan qabristonlar. Yana hammamizda keladigan so'nggi manzilimiz mana shu yer. Ko'rib turganingizdek juda ayanchli ahvolga kelib qolgan. Shanba-yakshanba kun Xudo xolasa hasharda boshlaymiz. O'zlaringiz fikrlaringizni bildiringlar. Misol soat nechadan boshlaymiz? Kim qo'shilmoqchi bo'lsa, telefon nomerini yozsin, telefonlashamiz. Hammamiz birgalashsak, Xudo xolasa chiroylikka qabr qoladi. Mana. رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي